Aleksey Navalniy Rossiya siyosiy tizimi ko'rishni istamagan, ammo e'tirof etishga majbur bo'lgan eng keskin figurantlardan biri. 1976-yilda tug'ilgan Navalniy bir umr bir narsa bilan yashadi. Tizimni ochish, yashirilgan qatlamlarni yorish va kim bo'lishidan qat'iy nazar, yuqoridagi doiralarning o'zlariga yoqmaydigan haqiqatini yuziga aytish. Navalniyning YouTube'dagi tergovlari oddiy videolar emas edi. Har bir rolik yuqori lavozimdagi odamlarning obro'siga nisbatan qattiq tanqid, milliardlab pullarning qayerdan kelib, qayerga ketayotganini ochgan hujjatli portlash edi. U har bir chiqishida Rossiyada korrupsiya haqida jim turib bo'lmasligini isbotladi. Shu sababli u siyosiy muhitda ochiq xavf, tizimga tushgan tirik ponaga aylandi. 2011-2012-yillar mitinglari esa Navalniyning ovozini butun mamlakat bo'ylab tarqatdi. Ko'chalar to'lgan odamlar, Navalniy shiorlari, e'tirozli talablar, bu harakatning markazida aynan Navalniy turgani haqida xalqaro manbalarda qayta aytilgan. U shunchaki tanqid sifatida emas, balki siyosiy maydonni larzaga keltira oladigan xalq ovozi ekanini ko'rsatdi. Shundan keyin uning atrofidagi bosim kuchaydi. Jinoiy ishlar qo'zg'atildi, sudlar o'tkazildi, turli ayblovlar bilan cheklovlar qo'yildi. Rasmiy idoralar bu jarayonlarni qonuniy deb baholagan. Xalqaro tashkilotlar esa ularni siyosiy bosim sifatida qayd etgan. 2020-yil avgustidagi zaharlanish voqeasi uning hayotidagi eng og'ir burilish edi. Xalqaro ekspertiza, diplomatik bayonotlar, hech kim kutmagan savollar, bu voqea bir odamga qilingan hujum emas, butun tizimga yo'naltirilgan signal sifatida talqin qilindi. Navalniy omon qoldi va aynan shu voqea uning obrazini yanada keskinlashtirdi. U Germaniyada davolanib eng xavfli qarorni qabul qildi, ya'ni yana Rossiyaga qaytishni. U samolyotdan tushgan zahoti qo'lga olindi va qattiq rejimli koloniyaga yuborildi. 2024-yil fevral oyida Navalniy ma'lum va noma'lum sabablarga ko'ra olamdan o'tgani e'lon qilindi. Rasmiy versiya tibbiy sababni ko'rsatdi. Xalqaro tashkilotlar mustaqil tekshiruv talab qildi. Mitinglar, qo'llab-quvvatlov aksiyalari, to'siqlarga qaramay yig'ilgan odamlar bu uning o'limi bilan tugamagan siyosiy kuch mavjudligini ko'rsatdi. Aleksey Navalniy jamiyatni ikkiga ajratdi. Yarim aholi uni jasorat ramzi sifatida tarafini olib chiqishdi. Qolganlar esa xavfli populist sifatida nomini qoralashdan ortishmadi. Navalniy o'lgan bo'lishiga qaramay, u tizimning eng qattiq qatlamlarini yorib chiqqan nom bo'lib qoldi.